Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mexanika fani kurs loyihasi bo'yicha video konsultatsiyalarimizni davom qildiramiz. Bugungi darsimizda ponasimon tasma uzatmani hisobini ko'rib o'tamiz. Eslaringizda bo'lsa, oldingi video konsultatsiyamizda demak loyihamiz uchun dastlabki kinematik hisoblarni bajarganmiz va elektrodvigatel tanlab o'tdik. Elektrodvigatelni tanlaganimizdan keyin demak loyiha ketma-ketligida undan elektrodvigateldan keyin turadigan tasmali uzatmani hisoblashimiz kerak. Bu yerda tasmali uzatmaning asosiy parametrlari, o'tlararo masofa, shkiflarning diametrlari, tasmalar soni hisoblanadi va standart kattaliklar bo'yicha tanlab olib o'tamiz. Demak, tasmali uzatmani hisoblash uchun bizga oldingi darsimizda bajarib o'tgan kinematik hisoblash natijasida aniqlangan vallardagi energetik ko'rsatkichlar kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi valimizdagi quvvat, buruvchi moment, aylanish chastotasi va burchak tezligi xuddi shunday ikkinchi valimizniki va albatta ushbu tasmali uzatma uchun uzatish nisbati. Eslaringizda bo'lsa, tasmali uzatmaning uzatish nisbati 5 edi va boshqa parametrlar birinchi ham ikkinchi valning parametrlari bu yerda asosiy hisob uchun boshlang'ich ma'lumot sifatida qabul qilinadi. Chunki tasmali uzatmamiz mana bu chizmaga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi hamda ikkinchi valda joylashgan. Shuning uchun ushbu vallarning qiymatlarini to'g'ri tanlashimiz kerak bo'ladi. Demak, tasmali birinchi qiladigan ishimiz tasmani turini nomogramma bo'yicha tanlab olamiz. Buning uchun ponasimon tasmalarni ko'ndalang kesimlari tasvirlangan nomogrammamiz bor. Ya'ni ponasimon tasmalarning ko'ndalang kesim yuzasi A, B, V, G, D markalarida standartlashtirilgan va ishlab chiqariladi va albatta bu kesimlar bir-biridan tasmaning qalinligi va uzatadigan quvvati bilan farq qiladi. Nomogrammaga e'tibor qiladigan bo'lsak, xuddi shunday mana D kesimli tasmamiz 200, 110, 75 kilovatgacha quvvat uzatish olish xususiyati va 800 aylana minut aylanish chastotasiga ishlay olish xususiyatiga ega. Shu nuqtai nazardan tasma kesimi qanchalik kichik bo'lsa, ya'ni A ga yaqin bo'lsa, u kichik quvvat va yuqori aylanish chastotasi uzata oladi. Demak, ushbu nomogrammadan foydalanib biz birinchi valdagi, ya'ni elektromotorimizning valdagi quvvat va aylanish chastotasi orqali bizni ponasimon tasmali uzatmamizda aynan qanday markadagi tasma qo'llanilishini aniqlab olamiz. Demak, birinchi valimizning quvvati 18,5 kilovat, aylanish chastotasi 1467 aylana minut. 18,5 kilovatni x koordinatali o'qidan belgilab olamiz. Y dan esa 1467 va ularni uchrashtirgan nuqtasi qaysi tasma turiga to'g'ri kelsa, demak biz o'sha tasmani tanlab olamiz. Ikkinchi, yetaklovchi shkifning diametrini aniqlaymiz. Ya'ni birinchi motor valiga mahkamlangan shkifning diametrini aniqlash formulasi ushbu ifoda orqali topiladi. Demak, bu yerda e'tibor qilsangiz, ushbu yetaklovchi valdagi buruvchi momentni foydalanadi. 150-200 mm atrofida chiqqan bu qiymat. Demak, D1 ni 180 mm qabul qilamiz. Ya'ni ushbu qiymat 3 va 4 ga ko'paytirganligi uchun ikkita oralikda chiqadi va uni GOST 17-380-388 ya'ni 25-28 jadvallarga asosan ushbu qiymat oralig'iga tushadigan standart diametrni qabul qilar ekanmiz. Ya'ni shkifning diametri ixtiyoriy sonda bo'lmas ekan. Demak, buning uchun ushbu jadvallarni pastroqda joylashgan jadvallarimizni ko'rib o'tamiz. Demak, mana 0 kesimli bir dona tasma uzatadigan nominal quvvat tasvirlangan jadvalimiz bor. Demak, bizda A kesim emas, bu yerda A, mana bunda 0 kesimli tasma tushsa agar qidirasiz shu jadvaldan, mana V kesimli, mana bu V, bizda mana shu V kesimli tasmami? Bizda hozir A, B, V kesimli tasmadan qidiramiz. Demak, V kesimli tasmamizda 180 mm diametrdagi
shkifni qabul qilamiz. Demak, mana bu kesimli tasmamiz shkif, yetaklovchi shkif D1 diametrlari tasvirlangan. Demak, bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, 150 bilan 200 mm ni orasiga 3 ta shkif diametri tushib turibdi. Iloji boricha o'sha qiymatni o'rtalig'ida joylashgan qiymatni olamiz. Demak, yetaklovchi shkifimiz diametri 180 mm ekan. U birinchi elektrodvigatelda joylashgani uchun uni elektrodvigatelimizning aylanish chastotasi 1450 atrofida. Demak, shundan biz hozir bilib olishimiz mumkin. Tasmal uzatmamizni uzatish nisbati ham 5 edi. 3 dan katta. Mana shu qatordan boradigan bo'lsak, tak demak 5. Demak, bizda bitta tasmamiz uzata oladigan quvvat 5 kilovatni tashkil qiladi. Buni nima uchun aytib o'tayapman? Umumiy quvvat uzatish uchun qancha tasma ishlatishimizni, masalan, mana shu jadval orqali biz bilib olishimiz mumkin. Оборотimiz 1467, mana shu atrofga to'g'ri keladi. Demak, 5 kilovat quvvat uzata oladi. Demak, davom qilamiz. Yetaklovchi shkif diametri aniqlangandan keyin yetaklanuvchi shkif diametrini aniqlaymiz. Bu o'z navbatida formulaga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, albatta tasmani uzatish nisbati va sirpanish koeffitsiyentini qo'llagan holda topiladi. Sirpanish koeffitsiyenti hamma uchun bir xil bu, 0,5 qiymatga ega. Demak, 886 mm ushbu qiymatni standart bo'yicha butun eng yaqin songa yaqinlaymiz. Bu 900 mm ni qabul qildi. Bundan shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, yetaklovchi shkif diametri 180, yetaklanuvchi shkifimizniki esa 900 mm. Buniki 180, buniki shkif mana orada 900 mm ekanligini aniqlab oldik. Endi uzatishlar sonini aniqlashtirib olamiz. Bizda tasmal uzatish soni ma'lum edi, u 5 ga teng edi. Lekin shkiflarning diametrlarini GOST bo'yicha kelishib standart qiymat bilan yaxlitlab olganimiz uchun tasmal uzatishlar soni IT haqiqiy qiymati sal o'zgaradi. Demak, buni mana shu aniqlangan shkif diametrlari nisbatlari asosida 5,7 ekanligini aniqlab olishimiz mumkin. U yerdan esa yetaklanuvchi shkifning burchak tezligi, xatolikni qancha qiymatda o'zgarganligini aniqlashimiz mumkin. 3% dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'zgarish. Demak, shart bajarildi va tasmali uzatma yetakchi yetaklanuvchi shkiflarni ushbu qiymatlarda qabul qilishimiz mumkin ekan. Undan keyin o'qlararo masofani aniqlaymiz. A minimum. Demak, bu mana shu o'q bilan mana shu o'qni